funktsional ovqatlanish uchun mo'ljallangan non mahsulotlarining assortimentlarini yaratish va ularni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazib kelinmoqda. Ovqatlanish insonning evolyutsion taraqqiyot jarayonida hosil bo'lgan fermentlar sistemasiga mos kelish kerak ekan. Mana men hozir aholiga vegetarian bo'laylik desam yoki hammalaring baliq yeyishga o'tinglar desam to'g'ri kelmaydi. Fermentlar sistemasi non mahsulotlariga moslashgan, shuni hazm qilishga moslashgan. Shuni hisobga olgan holatda mana non mahsulotlarini biologik faol moddalar bilan boyitilgan holatda funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishi juda ham to'g'ri bo'ladi. Ko'pchilik yoshlar orasida, kattalar orasida ham semirish kasalligi uchragan bo'lsa, ikkinchidan mikronutrientlarni yetishmovchiligi kelib chiqdi. Ovqat tolasi organizmda ovqat bilan birgalikda kirgan barcha mikroelementlarni so'rilishini ta'minlab beruvchi vosita hisoblanadi. Glyukoza indeksi esa aynan organizmda mana shu kirgan mahsulotlarni yashin tezlikda glyukozani so'rilish tezligi deyiladi, mana shu narsani kamaytirib beradi. Ishlab chiqarilgan funksional nonlar aynan mana shu ikkita foydali ko'rsatkichga qaratilgan. Hozirgi tezkor va shiddatli zamonda ayni mavzuda innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar yaratish zamonaviylik kasb etib davom etmoqda. Bugunga kelib bug'doy, arpa, makkajo'xori, zag'ora, javdar, tariq noni kabi turlarga bo'linadi. Ulardan endi mineral moddalarga o'tamiz. Kaliy, natriy, kalsiy, magniy, temir moddasi hammasi bor. Ko'z oldingizga keltiring. Bu har bittasini o'ziga xos ma'lum bir vazifalari bor. Kaliy yurak qon tomiri tizimiga ta'sir yaxshi ko'rsatadi. Hamma vaqt kaliy mahsulotlari bo'lgan dorilar bizning keksa yoshdagi insonlarimizda, yurak qon tomiri kasalligiga duchor bo'lgan insonlarimizda iste'mol qilishadi. Uni o'rniga mana shunaqa profilaktika uchun nonni iste'mol qilishadi. Organizmga bilasiz, og'iz bo'shlig'idan boshlab so'lak ajratish ishlab chiqariladi va unga oshqozonda tayyorgarlik boshlanadi. O't ajralib chiqishi, oshqozon osti o'sha sekretsiyasini ta'sir etuvchi non mahsulotlari, mana shu funksional nonda mana shunday mahsulotlar kiritilgan. Bizni aslida funksional oziq-ovqatlarimiz bu tabiat tomonidan yetishtirilib berilgan barcha narsalar bu funksional hisoblanadi. Bir guruh malakali shifokor, biolog, texnolog olimlar tomonidan Xalq genofondi millat salomatligi yo'lida O'zbekistonda birinchi marta funksional mo'jiza nonlari hech qanday sun'iy qo'shimchalarsiz tabiiy xom ashyolardan tayyorlandi. Profilaktik, parhezli xususiyatlarga ega bu nonlar yurak qon tomir, kamqonlik, kalsiy yetishmovchiligi, ortiqcha vazn to'plash, qandli diabetning oldini olish, sog'lom ovqatlanishga rioya qiluvchilar, bolalar, homilador hamda keksalar organizmida oson hazm bo'ladi. Mo'jiza nonlarini Qadrdon non savdo va Toshkent shahrining do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Telefonlarimiz 97 kodi bilan 774 74 14, 728 67 28, 90 kodi bilan 990 69 77. Mo'jiza nonlari, dasturxoningiz ko'rki.